Har yili yurtimizning barcha hududlarida gender tengligi va zo'ravonligi mavzusida turli tadbirlar, muloqot maydonlari, o'quv seminarlari va axborot kampaniyalari tashkil etib kelinmoqda. Xususan bu yil ham Trust Bank xususiy aksiyadorlik banki tashabbusi bilan O'zbekistonda gender tengligi va zo'ravonligi, tushuncha, sabab hamda oldini olish yo'llari mavzusida tadbir o'tkazildi. Bugungi kunda Trust Bank tizimida 750 nafarga yaqin xotin-qizlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 100 dan ziyodi mas'uliyatli rahbar lavozimlarida ishlab, samarali natija ko'rsatib kelmoqda. Umuman olganda, bankda erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar ta'minlangan. Ular nafaqat mahalliy, balki xorijiy malaka oshirish kurslariga jalb etilgan. Shuningdek, tavsiyanoma asosida oliy o'quv yurtlarida tahsil olib, malakali kadrlar bo'lib yetishmoqda. Trust Bank gender tengligiga sodiq tashkilot sifatida o'zini namoyon etib, rahbariyat tomonidan ayollar uchun imkoniyatlar doirasini yanada kengaytirish, ularni kasbiy rivojlanishi va liderlik salohiyatini qo'llab-quvvatlashi ustuvor vazifa deb belgilab kelmoqda. Bizning maqsadimiz har bir xodim jinsidan, irqidan va millatidan qat'iy nazar o'z salohiyatini to'liq namoyon qilishga ega bo'lgan adolatli va inklyuziv muhit yaratish. Tadbir doirasida genderga asoslangan zo'ravonlikning mazmuni, uning asosiy shakl va ko'rinishlari atroflicha tushuntirildi. Shuningdek, ushbu yo'nalishda mavjud muammolar, milliy va xalqaro tajribalar, ish joylarida zo'ravonlik holatlarini aniqlash mexanizmlari, ularga nisbatan to'g'ri huquqiy va tashkiliy yondashuvlarni belgilash hamda jabrlanganlarga psixologik ko'mak xizmatlarini tashkil etish masalalari yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Zo'ravon agressor xulq-atvorni kuchaytiruvchi omillardan bittasi bu iqtisodiy tanglik, o'sha moliyaviy yetishmovchilik bo'lishi mumkin yoki juda ham stressni kuchliligi, masalan, ishsizlik, alkogol yoki narkotik moddalarni qabul qilish. Bular hammasi kuchaytiruvchi omillar, lekin asl sabab emas. Asl sabablardan eng asosiysi bu jazoni muqarrar emasligiga ishonch va qilayotgan ishini to'g'riligini qolganlar ham qo'llab-quvvatlashi va o'sha o'zini turmush o'rtog'i va farzandlari bir mulk sifatida qarash, ularni shaxs sifatida qabul qilmaslik. Tadbir yakunida ochiq muloqot tashkil etilib, bank xodimlari mutaxassisga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan yuzlanishdi va atroflicha javoblar olishdi.